Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana bugun sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, bugun men aybdorlik hissi to'g'risida sizlar bilan suhbat qurmoqchiman. Bilasizlar, odamlar ikki toifaga bo'linadi. Ya'ni agar kim insofsiz bo'lsa, kim odobsiz bo'lsa, u o'zini qilgan ishlarini o'ylamaydi, hattoki o'ziga отчет bermaydi. Shuning uchun ularda albatta aybdorlik hissi bo'lmaydi. Biz u insonlar to'g'risida gapirmaymiz. Biz o'sha bironta ishni xato qilib qo'yib, keyin shundan siqilib yurib, kimnidir ko'nglini ranjitib, shuni to'g'rilash bilmasdan yurgan insonlar to'g'risida gapiramiz. Mana shu noto'g'ri ish qilganini tushunib yetgandan keyin inson albatta aybdorlik hissi bo'ladi. Qayerdadir biron bir ishni qila olmagan bo'lsa, biron narsani noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa, kimnidir ranjitib qo'ygan bo'lsa, aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Endi aybdorlik hissi insonni to'g'ri ishlar qilishga undashi kerak. Ya'niki agar biron narsani noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa, buni to'g'rilashga harakat qilish kerak. To'g'rilashga harakat qilib, shu insonni agar ko'nglini ranjitib qo'ygan bo'lsa, borib uzr so'rab, harakat qilib, ko'nglini ovlab, rozi qilib, o'sha gina qudratni yo'qotib yuborsa, u uni yutug'i yoki boshqa situatsiyada shu. Ya'ni inson harakatda bo'lishi kerak. Lekin harakatni o'rniga faqat o'ylab yurishni tanlasak, biza qattiq adashamiz. Ya'ni inson faqatgina o'ylab yurganda, o'y xayolida yurganda, siqilib yurganda o'ziga foyda keltirmaydi. Faqatgina zarar keltiradi. Ya'ni o'y fikr ichidan inson o'z-o'zini yeb qo'yadi. Ya'ni uni energetikasi tushib ketib qoladi. Biron bir ish qilgisi kelmaydi. Bir muammoni yechaman desa, uni yechimini ko'rmaydi. Eng chatog'i shu. Men o'zimda yoshligimda shunaqa bir kamchilik bo'lgan. Ya'ni biron narsani noto'g'ri qilib qo'yib, uni yechish yo'llarini qidirish o'rniga, ya'ni harakatda bo'lish o'rniga faqat o'y fikrda yuradigan odatim bor edi. Shu o'y fikrda yurish meni omadsiz insonga aylantirgan vaqtlar bo'lgan. Ya'ni faqatgina o'y fikrda yuradigan bo'lsa, inson shu muammolarni yechish pozitsiyasida turmasa, u faqat yutqizar ekan. Ya'niki biron bir ishni boshini ushlash kerakligi, bitta yechim topmaganda o'nlab boshqa yechim borligini inson ko'ra olmaydi. Faqatgina uni xayolida shu aybdorman, noto'g'ri qilib qo'ydim degan fikr turadi. Endi psixologik tarafdan oladigan bo'lsak, inson o'zini aybdor deb his qilaverganda, shu ishni to'g'rilash o'rniga faqat shu qora o'y fikrda yurgandan keyin o'zi bilmagan holatda o'zini jazolaydi. Ya'ni aybdorlik hissi, shu tuyg'u insonni jazolash kerak. Ya'ni endi noto'g'ri ish qilib qo'yding-ku. Demak, sen mustahkam sog'liqqa munosib emassan, baxtli hayotga munosib emassan, omadga munosib emassan. O'zimiz bilmagan holatda bizga kelayotgan omadni chopamiz, imkoniyatlarni chopamiz. Biz bunga отчет bermaymiz. Nimaga men shu ishni qilyapman? Noto'g'ri ishlar qilyapman. O'zimga zarar keltiryapman. Ya'ni o'z-o'ziga zarar keltirish, o'z-o'zini yakson qilish programmalari maksimum ishlaydi. Ya'ni xatolarni yana ko'paytirib yuboramiz. O'zimizga o'zimiz bilmagan holatda zarar yetkazamiz. Ong ostida, ya'ni podsoznательно eng noto'g'ri qarorlarni qabul qilamiz. Ya'ni aybdorlik hissi har doim hayotingizni faqatgina bulg'ab kelar ekan, faqatgina yomon narsalarni hayotingizga tortib berar ekan. Siz buni ko'rmaysiz ham, tushunmaysiz ham, nima bunaqa qilyapti? Bor yo'q shu butun diqqat o'y fikrda bo'lgani uchun, ya'ni o'y fikrlarni to'g'rilab qo'ymaganligi uchun. Endi
aybdorlikni his qilib, shu aybini yuvish juda ham yaxshi narsa. Lekin faqatgina siqilib yurishni tanlasa, faqatgina o'y fikrda yurishni o'ylasa, o'ylab yurgan inson u umuman harakat qilmaydi. Borib uzrini so'ramaydi. Men uzr so'rasam meni qabul qiladimi, yo'qmi? U qayerdan bilasiz? Borib qilib ko'rmaguncha bilmaysiz. Mayli o'sha uzringizni qabul qilmasin, lekin siz bir marta boring, 2 marta boring, 10 marta boring kerakki, o'sha insonni baribir ko'nglini olish kerak, qilgan xatoni to'g'rilash kerak. Unaqa siqilgandan, ezilgandan hech qanaqa foyda yo'q. Faqat zarar bor. Endi inson o'zini programmalashtiradi. Men shunaqa yomon insonman deb, inson o'zini haqiqatan yomon insonga aylantiradi. Men shunaqaman deb o'zi to'g'risida yomon fikrlar bildirgandan keyin u yaxshilanish o'rniga yomonlashaveradi. O'zgarish istab turib o'zgarmaydi. Shuning uchun harakatni tanlang. Ya'ni o'y fikr emas, harakatni tanlang. Men xato qildimmi? Men xatoni to'g'rilash uchun 2 barobar, 3 barobar ko'proq savob ish qiling. Foyda keltiraylik. O'y fikrni kamaytirish kerak iloji boricha. Ayniqsa qora o'y fikrlarni. Bir narsani o'ylab yurgan inson men foydali ish qilyapman deydi, lekin maksimal o'ziga zarar keltiradi. Ya'ni o'ylab yurgan ish, o'ylab yurilgan o'sha vaziyatni siz yechmaysiz, uni chigallashtirasiz. Borgan sari hayolingizda qora fikrlar borgan sari sizni chulg'ab boraveradi. O'zingiz bilmagan holatda o'zingizni jazolashni boshlaysiz. Ya'ni insonlar aytadi-ku, men o'zimga zarar keltirishim mumkinmi? Albatta mumkin ekan. Aybdorlik hissi kuchayib ketganda siz o'zingizga kasalliklarni tortib olasiz. Siz o'zingizni jazolayapsiz. O'sha aybdorlik hissi boya aytganimdek, jazoni o'ziga tortadir. Shuni faqat ravo ko'radi. O'zini o'zi kasal qiladi. Kam oylikli ishga joylashadi. Shu omadsizlik kutib turgan joylarga boradi. Nimaga bunaqa qilayotganini o'zi tushunib yetmaydi. Shuning uchun azizlarim, tanlovni to'g'ri qilish kerak. Aybdorlik hissidan men voz kechaman. Ayb ish qilgan bo'lsam, men uni to'g'rilashim kerak. Albatta, xafa qilib qo'ygan bo'lsam, kimnidir borib uzrini so'rang. Noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, o'shani to'g'ri qilishni o'rganing. O'shani boshqatdan qiling o'sha ishni. Bunaqa o'y fikrlarimdan menga hech qanaqa foyda yo'q deb o'zingizga to'g'ri отчет bering. Hayotingizni yaxshilang. Men hamma narsani eng yaxshisiga loyiqman deb samatsengizni ko'taring. Shunda aybdorlik hissi sizga zarar keltirmaydi. O'zimizga o'zimiz zarar keltirishni boshlasak, eslab qolinglar, biz boshqalarga ham zarar keltiramiz. Ya'ni biz o'zimizni omadsizligimiz bilan kasal bo'lib, yaqinlarimizga ham diskomfort hayot uyushtirib qo'yamiz. Ya'ni o'sha bizning kasalligimizni kimdir davolashga bir qarash kerak, yugurish kerak. Bizning siqilganimiz, yomon kayfiyatimiz yaqinlarimizga o'tadi, bolalarimizga o'tadi. Omadsizligimizni ham shu eksport qilishni boshlaymiz yaqinlarimizga. Shuning uchun maksimalni harakatdagi inson bo'ling. Harakatdagi, ya'ni harakatdagi inson hech qachon yutqizmaydi. O'sha keraksiz yo'nalishga ketib qolmaydi, o'ziga, yaqinlariga zarar keltirmaydi. Aybdorlik hissida uzoq yurib bo'lmaydi, qisqa muddat. Ya'niki to'g'ri biz o'sha odobsizlarni, insofsizlarni yo'lini tanlamasligimiz kerak. Qilgan xatolarimizni to'g'rilashimiz kerak. Bu yerda mantiqan to'ppa-to'g'ri-ku. Qilingan xatoni inson to'g'rilab qo'yish kerak. Lekin faqatgina o'y fikr og'ushida yurgan inson hech narsani to'g'rilamaydi. Hayoti o'zgarmaydi, yaxshi tarafga o'zgarmaydi. Yana xayolda men shunaqa insonman deb yuravergan inson o'zini shunga programmalashtirib, xuddi shu ishni, xuddi shu xatoni yana qaytadan qiladi. Shuning uchun o'zingizlarga отчет beringlar, nima ish qilyapman men o'zi? Passiv bo'lib qolmadimmi? Hech narsa ish qilmaydigan insonga aylanib qolmadimmi? Ezilib, siqilib yuradigan insonga aylanib qolmadimmi deb o'zingizga отчет bering. Shu holatdan
darhol chiqib ketishi yo'lini qilish kerak. Ya'ni harakatga tushish kerak. Ish bilan men xatolarimni to'g'rilayman men. Aybdorlik hissidan voz kechaman. Mana shunda inshaalloh yutasiz. Men o'zim shu yo'lni ushlaganimdan keyin ko'p xatolarimni to'g'riladim. Muammolarni yechish boshladim. O'zimni shu omadli bo'lishimga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shadigan bo'ldim. Ya'ni shu ichimdan o'zimni o'zim yeyishni to'xtatganman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Kanalimizda qoling. Yangi darslar sizlarni kutib turibdi. Hammanglarga ajoyib kayfiyat tilab qolaman.